Assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Muhammad Ziyo. 4 yil davomida Malayziyada o'qidik va yashadik. Hozirgi kungacha Advice jamoamiz bilan birgalikda 100 dan ortiq talabalarni Turkiya va Malayziya universitetlariga hujjat topshirish, o'sha butun hamma jarayonlarida qo'llab-quvvatlab yordam berib keldik. O'zimizning qora ko'z o'sha ukalarimiz, singillarimizga. Hozirda sizlarga chet elda ta'lim olish, Malayziya misolida qanaqa bo'ladi, hammasini ochiq haqiqatlar bilan o'sha broshuralarda emas, agentliklarda degan gaplar emas, haqiqatda o'zi haqiqiy kartina o'zi qanaqada bo'ladi, shu bo'yicha batafsilroq imkon boricha sizlarga gapirib berishga harakat qilaman. Yaxshilab joylashib olsanglar bo'ladi. Demak, boshladik. Bugungi o'sha 20 daqiqaning atrofidagi videomizda 3 ta bo'limga bo'lamiz. Birinchisi o'sha ko'pchilik joylarda aytilmaydigan haqiqatlarni men sizlarga 5 ta bo'limda yoritib berishga harakat qilaman. Keyin o'sha talabalarimiz tomonidan ko'p beriladigan savollarni har bitta bo'limlariga imkon boricha javob berishga harakat qilamiz. Sekin o'sha videomizni yakunlasak bo'ladi. 3-bo'limimizda yakuniyroq bo'yicha o'sha umumiy savollar bo'yicha gaplashgan bo'lamiz, xudo xolasa. Demak, ketdik. Hamma bilmagan haqiqatlar birinchisi bu Malayziya nima uchun o'zbek talabalar uchun mantiqiy tanlov. Ko'pchilik Malayziya desa achchiq ovqatlar, nima deydi, issiq hech qachon o'sha qor yog'maydigan mamlakat deb tushunishadi. Aslida bu boshqacharoq, ya'ni strategik ba'zi muhim tomonlari bor. Malayziya birinchi o'rinda, bilasizlar, O'zbekistonda o'zi ingliz tilida gapirish juda ham bir trendga chiqdi. Ko'pchilik talabalarimiz, ayniqsa hozir yoshlarimiz IELTS, TOEFL kabi har xil xalqaro sertifikatlar olib, ingliz tilida gapirishyapti va ingliz tilini o'zligida praktika qilishmoqchi, yaxshilashmoqchi. Endi har holda ingliz tili xalqaro til, ya'ni butun dunyo aynan shu tilda gapirishga harakat qilyapti. O'sha Malayziya aynan shu muhitni sizga yaratib bera oladi, chunki 100 dan ortiq har xil davlatlardan kelgan talabalar bilan birgalikda siz ingliz tilingizni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va ingliz tilida o'sha har xil xalqaro sertifikatlar Malayziyada hech qanaqa muammosiz tan olinadi. Ikkinchisi bu narx va sifat nisbati deb aytibsam bo'ladi. Masalan, Avstraliya va Britaniyani oladigan bo'lsak, bu davlatlar Malayziyaga nisbatan 2 barobar, 3 barobar qimmatroq bo'ladi. O'rtacha kontrakt masalan 20 ming dollar deb oladigan bo'lsak, Malayziyada bu nisbat 5 ming dollar, 8 ming dollar, 10 ming dollargacha universitetlar bo'ladi. Ya'ni kamida 2 barobar arzonroq universitetlar. Lekin o'sha ranking xalqaro statistikalari bo'yicha, o'sha QS, Times Higher Education statistikalari bo'yicha Malayziya universitetlari o'sha top 1000, top 500, top 300, top 200, hattoki top 100 universitetlarni ham siz topishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Malayziyada davlat universitetlari bor, hattoki masalan University Malaya degan universitet bor. Xalqaro darajada o'sha 58-o'rinda turadi. Haqiqatda men bu universitetda o'sha ta'lim olishni men tavsiya qilaman. Qisqa qilib aytganda, shu narx sifat nisbati bo'yicha juda ham zo'r universitetlarni o'sha Britaniya, Yevropa, o'sha Avstraliya, Amerika universitetlaridan ancha arzonga topishingiz mumkin va keyinchalik hattoki 2-3-yildan bu universitetlarga transfer qilish, ya'ni Amerikaga, Britaniyaga transfer qilish masalasida ham juda ham oson jarayonlarni sizlarga taklif qiladi. Keyingisi bu o'sha xalqaro tan olinish bo'yicha Malayziya universitetlari hamma statistikalarda akkreditatsiyalari bor. Masalan, siz buxgalteriyani masalan o'qimoqchisiz, accounting deb yuritiladi. Ko'pincha o'sha iqtisodiyotga yaqin bo'lgan fakultetlar ACCA akkreditatsiyasi bo'yicha bu akkreditatsiyalar Malayziya deyarli juda ham ko'p universitetlarda taklif qilinadi va siz diplomingizni olib kelgandan keyin xohlagan davlatingizga hech qanaqa muammosiz ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi, ya'ni 4-masala bu Malayziyaning joylashuvi. Malayziya bilasizlar, o'sha Osiyo yo'lbarslari, o'sha Janubiy Osiyoda joylashgan davlat hisoblanadi. Ya'ni o'zini portlari, o'zini tijoriy hamkorlari bo'yicha o'sha Gonkong, Singapur bo'yicha, masalan Tailand bo'yicha aynan shu davlatlar bilan qo'shni bo'lganligi sababli aloqalari ham juda ham yaxshi. Xususan digital sohada o'sha IT, kiber xavfsizlikka oid bo'lgan, raqamli iqtisodiyotga oid bo'lgan, o'sha masalan sun'iy intellektga oid bo'lgan fakultetlar juda ham ko'p. Eng ilg'or bilimlarni siz aynan shu Malayziya universitetlarida ta'lim olishingiz mumkin. Bu haqiqatda fakt, aniq fakt. Bemalol sizlar u yoqdagi talabalar bilan yoki o'zi internetdan ham bu narsani tadqiq qilib, tahlil qilib ko'rishingiz mumkin. Aniq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Malayziya aynan shu darajada o'sha top 10 talik davlatlar ichiga kiradi. Endi ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqat ikkinchi qismi bu EMGS sertifikatsiyasi, ya'ni o'sha viza protsessi deb aytadigan bo'lsak bo'ladi. Bu narsani nimaga men aytmoqchiman? Chunki ko'pchilik talabalarimiz o'sha O'zbekistonda iyul oylarida attestatlarini qo'lga olishadi. Men hujjat topshiraman deyshadi va agentliklarga olib borishadi. Agentliklar u yoqqa hujjat topshirib berishadi va talaba aynan shu EMGS jarayoniga ulgurmaydi. EMGS bu o'sha qisqacha qilib aytganda
Education Malaysia Social Services, Global Services, aynan shunaqa bitta jarayon bu. Bu jarayonda sizlar kamida 6-8 hafta davomida o'sha viza jarayoninglardan o'tasizlar. Ya'ni student pass degan narsa sizlarga beradi. Bu jarayon ozgina vaqt oladi, ya'ni kamida 1,5 oy vaqt oladi. Talabalarimiz shu tufayli, ya'ni sentyabrdagi intake ulgurmay qolishadi. Bu narsaga ulgurish uchun sizlar kamida may, eng uzog'i iyun oylarida sizlar hujjat topshirishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Agar shundagina topshiradigan bo'lsangiz, sizlar sentyabr intake ulgurishingiz mumkin va 6 oy vaqtingizni yo'qotmaysizlar. Ko'pchilik talabalarimiz shu narsaga jiddiy e'tibor bermasdan o'sha conditional offer letter olish bor yoki offer letter olish bor, keyinchalik vaqt yo'qotib qo'yishadi va nima deydi, ancha xarajatga tushishadi va agentliklar bilan umumiy holatda o'sha kelishmovchilikka borishadi. Aynan chet elda tajribasi bor inson bilan o'tirib suhbatlashib, o'zingizni кейsingizni razbor qilmoqchisiz, o'zingizni xohishlaringizni aytmoqchisiz va o'zingizni xohishingizga ko'ra chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz, sizlarga aynan video oxirida qanaqa qilib bizani strategik reja sessiyamizga yozilish mumkin, bu bo'yicha batafsil gapirib o'taman. Endi videomizni davom etamiz. Demak, ko'pchilik aytmaydigan, ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqat 3-qismiga o'tadigan bo'lsak, bu qaysi universitet tanlash. Shu bo'yicha sizlarga gapirib bermoqchiman. Malayziyada 100 dan ortiq xususiy kollejlar, davlat universitetlari, xususiy universitetlar bor. Agentliklar ko'pincha sizga qaysinisini taklif qiladi, men aytib o'taman. Bu ularga qaysi biri ko'proq komissiya to'layotgan bo'lsa, aynan o'shani taklif qilishadi. Ya'ni haqiqatda tanlash o'zini mezonlari bo'ladi. Aynan sizni keysingizga ko'ra tanlanish kerak. Masalan, Shamshod keldi, bitta universitet, Dilshod keldi, bitta universitet, masalan, boshqa yana bitta bola keldi, bitta universitet, hammasiga bir xil universitet taklif qilish bu juda ham katta xato, chunki masalan, bu 3 ta talabamiz ham umuman boshqa backgroundlardan, umuman boshqa qarashlar bilan, boshqa budjetlar bilan kelishyapti, boshqa qiziqishlar bilan kelishyapti. Har bittasiga bir xil yechim bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, bir xil universitet bo'lishi mumkin, lekin bir xil programmaga hammani joylashtiruverish ham o'zi umuman juda ham xato fikr deb bilaman, chunki ko'rdik tajribalarimizdan, ko'pchilik talabalar hissiyotga qarab turib universitet yo'nalish tanlab qo'yib, keyinchalik xato qilishyapti. Yilini eng yomoni xarajatini nima deydi, o'zi ko'p xarajat qilib qo'yib, ko'p muammolarga kirib qolishyapti. O'zi universitet tanlashda siz eng birinchi e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa universitetda akkreditatsiyasi, ya'ni akkreditatsiyasi bormi, aynan siz topshirayotgan yo'nalish bo'yicha. Men shu yerda turib aytmoqchiman, ba'zi agentliklar taklif qilayotgan universitetlar reklamada ko'p ko'rasizlar, aslida hattoki akkreditatsiyasi ham bo'lmaydi. Keyinchalik talaba bu narsani 6 oy, 7 oy o'sha universitetda o'qiganidan keyin tanish bilish orttirganidan keyin yo'qda eshitib bilyapti va afsuslanyapti. Men bekorga shu universitetga ketibman deb. Shu tufayli do'stlar, sizlar ketayotgan universitetda darajasi qanaqa, akkreditatsiyasi qanaqa, bu narsalarga haqiqatda jiddiy e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Ikkinchi masala bu davlat va xususiylik masalasi. Malayziyadagi davlat universitetlari ham, xususiy universitetlari ham juda ham sifatli ta'lim berishadi. Xususan o'sha Britaniya universitetlaridan ko'p holatda ular andoza olishadi. Ya'ni Britaniyani bilasizlar, xalqaro reytinglarda ta'lim berish sifati bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turadi. Birinchi o'rinda o'sha Amerika bo'lsa, ikkinchi o'rinda ko'p holatlarda Britaniya universitetlarini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu universitetlarning andozasini sizlar ayniqsa Malayziyadagi xususiy universitetlarda ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda hozir Malayziyadagi davlat universitetlari haqida gapirib bermoqchiman. Malayziyadagi davlat universitetlari o'rtacha kontrakti yiliga 1,5-3 ming dollar atrofida bo'ladi. Juda ham ko'pgina programmalari malay tilida bo'ladi. Albatta ingliz tilida ham programmalari bor, lekin malay tilida va hattoki arab tilida ham ba'zi programmalarda sizlar ta'lim olishingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha yana batafsilroq konsultatsiyamizda aynan sizga mos qaysi davlat universiteti mos keladi, shu bo'yicha gaplashishimiz mumkin. Xususiy universitetlarga keladigan bo'lsak, Sunway, Taylor's, UCSI kabi, INSEE kabi top 500 talikda turadigan, top 300 talikda turadigan universitetlar bor. Bu yoqda qabul davlat universitetlariga nisbatan osonroq bo'ladi. Nimaga? Chunki davlat universitetlariga juda ham ko'pgina talabalar topshiradi, hamyonbop va ta'lim sifati juda ham yaxshi bo'lganligi sababli yo'qda konkurensiya juda ham katta. Xususiy universitetlarda u darajada katta bo'lmaydi. Siz bemalol yo'q qabul olishingiz mumkin, hattoki 30-50% gacha siz qo'shimcha grantlar ham olishingiz mumkin bo'ladi. Xususiy universitetlarning o'rtacha kontrakt narxlari 5 ming, yillik 8 ming dollargacha ham chiqadi.
Men 4 yil davomida Malayziyada o'qidim. Qaysi universitetda diplomi qanaqa o'tadi? O'zbek talabalarimiz bu yerda qanaqa yashashyapti? Qaysi universitet talabasi qanaqa holatda? Bu bo'yicha Xudoga shukr ancha ma'lumot kelganmiz. Savolinglar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishlik mumkin. Imkon boricha javob berib o'tamiz. Ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqat 4-bo'limi bu Malayziyada o'zbek talaba sifatida qancha xarajat qilasiz? Shu bo'yicha qisqacha aytib o'tsam, bu agentliklar ko'rasizlar, sizlarga faqatgina kontrakt narxini, uzoq borsa viza va aviabilet narxini aytishadi. Aslida u yoqda ko'pincha yashirin qolib ketadigan ba'zi xarajatlar bor. Bu narsani talaba va ota-ona bir hafta, ya'ni ketishdan oldin bir hafta yoki borganidan keyin bilib qolishadi va moliyaviy taraflama muammolarga uchrashadi va stress bo'ladi. Bu ota-onada ham va talabada ham bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi o'rinda EMGS to'lovi, ya'ni 150-200 dollar atrofida bo'ladi o'sha viza protsessi uchun. Bu narsa universitetga qarab turib yana oshib boriladi. Ko'p holatlarda universitetda o'sha EMGS to'lovi, sog'liqni tekshiruv to'lovi, sog'liqni saqlash sug'urtasi deyiladi ham. Keyin o'sha viza student pass to'lovlari umumiy holatda 600-700 dollar, 800 dollargacha chiqadi va bu to'lov bittada olinadi sizdan. Bu to'lovni siz o'sha O'zbekistondaligingizda qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin o'sha universitetdan ro'yxatdan o'tish to'lovi 200-500 dollar atrofida bo'ladi. Yotoqxona depoziti bo'ladi. Ko'p holatda bu narsani 2 oy oldindan avans sifatida siz to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu narsani ko'p universitetlar O'zbekistonda talab qilishadi. Ba'zi universitetlar bor, albatta borganingizdan keyin ham to'lashingiz mumkin bo'ladi. Jami birinchi qo'shimcha to'lov, ya'ni birinchi yil uchun qo'shimcha to'lovi 1000-2000 dollar atrofida siz arendjer olishingiz kerak bo'ladi. Bu raqamlarni oldindan aynan sizga qanaqa bo'ladi, balkim arzonroq ham bo'lishi mumkin. Strategik reja sessiyamizda batafsil gaplashsak bo'ladi. 1 yillik o'zbek talaba sifatida davlat yoki arzon xususiy universitetlarda siz 10 ming, 15 ming dollar atrofida xarajat qilasiz. Bu o'sha ichiga yotoqxona, buni ichiga o'sha kontrakt to'lovlari, boshqa depozit to'lovlari umumiy ravishda kirib ketadi. Agar sal yaxshiroq universitet, ya'ni yuqoriroq darajada, yuqoriroq narxdagi universitetlarni tanlaydigan bo'lsangiz, bu narsa 15 ming, 20 ming dollargacha ham chiqadi. Ijobiy tomonlarni sanab o'tadigan bo'lsam, bu birinchi o'rinda xavfsizligi. Haqiqatda Malayziyada juda ham insonlar oq ko'ngil, bir-biriga yordam berishga harakat qiladi. Katta-katta shaharlar, masalan, Kuala Lumpur, Selangorlar ozgina gavjumroq bo'lishi mumkin, lekin katta-katta o'sha highwaylar bo'lganligi sababli mashinalar ham juda ko'p probkada qolib ketishmaydi. Va odamlar haqiqatda sizga ancha yordam berishga harakat qilishadi. Xavfsizlik masalasi bo'yicha haqiqatda beshbaho zo'r shahar. Hech qanaqa deyarli 90% holatda muammoga uchramaysiz xavfsizlik masalasi bo'yicha. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, narxlari Singapur yoki masalan boshqa o'sha qimmatroq davlatlarga solishtirsak, haqiqatda ancha arzon, 2 baravar deyarli arzon. Masalan, kuniga 10 dollar uzoq 12 dollarga siz bemalol 2 mahal, 3 mahal ovqatlanib, qorningizni to'ydirishingiz mumkin bo'ladi. Universitet yoni, universitet tashqarisida siz bunaqa o'sha ovqatlanadigan joylar topishingiz mumkin. 3-chi masalasi, endi buni ijobiy tomonga ham kiritsak bo'ladi, salbiy tomonga ham kiritsak bo'ladi. Talabaning o'ziga bog'liq. Bu ob-havosi doim bulutli bo'ladi. Hafta oxirida yomg'ir yog'ib turadi bu shaharlarda. Ba'zilar bunaqa havoni yaxshi ko'radi, tez adaptatsiya bo'ladi. Ba'zilarga bu narsa qiyin bo'ladi. Endi buni o'zbek talabalarimiz o'zini qarashiga qarab turib siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Qiyin tomonlariga keladigan bo'lsak, ingliz tilidagi muhit ozgina qiyin edi, chunki ba'zi talabalarimiz, men o'zi bu narsaga ham qarshiman, o'zbek zabon talabalarimiz ingliz tilida gapirishni yaxshi bilmasdan turib, u yoqqa ketib qolishadi va qiynalishadi. U yoqda ko'pgina davlatlardan kelganlar faqat siz bilan gaplashish mumkin bo'lgan til bu albatta ingliz tili. Shu sababli ingliz tilini bilib u yoqqa borgan ma'qul bo'ladi. Ikkinchisi bu, ya'ni salbiy tomonlardan bu o'sha O'zbekistonimizdan ancha uzoqroq davlat, 8 soat davomida siz uchishingiz kerak bo'ladi samolyotda. Ya'ni ba'zi talabalarimiz har 3 oy, har 6 oyda O'zbekistonga borib kelgisi keladi. Bu albatta ozgina qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni bu narsa o'zingizga bog'liq. Yana bitta muhim tarafi bu o'sha umumiy holatda qilib aytadigan bo'lsak, Malayziya sizga mos keladimi, sizning holatingizga ko'ra qanaqa bo'ladi, batafsil strategik reja sessiyamizda gaplashishimiz mumkin. Sizning holatingizga ko'ra qaysi davlat universiteti, qaysi yoki xususiy universitet to'g'ri keladi, shu bo'yicha sizga o'sha batafsil hamma jarayonda yordam beramiz. Eng ko'p beriladigan savollar qismiga o'tadigan bo'lsak, 100 dan ortiq talabalarga yordam bergan holatimizda eng ko'p beriladigan savol bu IELTS bo'lmasa ham Malayziyada o'qisa bo'ladimi? Malayziyada o'qisa bo'ladi, ba'zi universitetlar qabul qiladi, lekin sizlarni o'sha English Preparatory Program bor, ya'ni ingliz tili tayyorlov kurslariga joylab yuborishadi. U yoqda kamida 6 oy
ko'p holatda 1 yil o'qishingiz to'g'ri keladi. Siz IELTS sertifikati, MUET degan sertifikatlari bor. Shu narsani topshirganingizdan keyingina siz o'sha talaba sifatida qabul qilinasiz. Ya'ni o'ylab ko'ring, siz 1 yil davomida faqat ingliz tilini o'rganasiz. Ba'zigina zerikarli protsess. Shu tufayli men talabalarga tavsiya qilaman, ingliz tilidan yaxshi o'rganib, kamida 5,5 sertifikat olib, IELTS sertifikati olib, siz Malayziyaga topshirganingiz ancha ma'qul, ancha vaqtdan yutasiz. Malayziyada ishlash mumkinmi o'qish davomida degan savol bu. Bu student viza bilan haftasiga 20 soatgacha ishlash mumkin, lekin u yoqda ish topish o'ylaganimizchalik o'sha traditsion ishni topish ham juda qiyin, chunki u yoqda o'sha Bangladesh, Hindistondan kelgan arzon ishchi kuchi bor va ular u yoqni juda ham qoplab olishgan, ya'ni ozgina ish topish qiyin bo'ladi. Talaba sifatida ko'pincha o'zbek talabalarimiz bor. O'sha universitet ichida student helper bo'lib yoki talaba sifatida qanaqadir qo'shimcha ishlar qilib turib daromad qilishadi. O'zligining ovqatiga, yotoqxonasiga ish pul topishadi. Ya'ni bu variant bo'ladi. Agar siz qanaqadir o'zingizni qo'lingizda naviklaringiz, bilimingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan IT yoki dizaynga oid yoki masalan marketingga oid bilimlaringiz bo'lsa, siz u yoqda xalqaro kompaniyalarda, digital kompaniyalarda ish topishingiz mumkin bo'ladi, lekin sizdan chiroyli, yaxshi tajriba, ya'ni portfel talab qilinadi. Agar sizda bu narsa bo'ladigan bo'lsa, siz u yoqda ish topishingiz mumkin. Lekin bitta narsani inobatga olishingiz kerak, ish masalasida u yoqda konkurensiya, ya'ni raqobat butun dunyo talabalari bilan birgalikda bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda faqat o'zbek auditoriyasi bilan bo'ladigan bo'lsa, u yoqda butun dunyo bilan siz kurashishingiz to'g'ri kelib bo'ladi. Bu narsa haqiqatda oson emas. Endi ota-ona Malayziyani bilmaydi, qanday tushuntiraman, ya'ni u yoqqa qanaqa qilib ketishim mumkinman, u yoqqa ketgim kelyapti degan talabalarimizga eng kuchli, ya'ni ota-onalarga aytiladigan gap bu, ota-onalarimizni konsultatsiyaga olib kelish, ularni kiritish, ekspertlar huzuriga olib borish, ular batafsil o'sha har bitta jarayonni tushuntirib berishadi. Haqiqiy kartinani ularga ko'rsatish mumkin va albatta bu ota-onalarning o'sha shubhalarini olinishiga, shubhalari ketishiga juda ham katta yordam bo'lgan bo'ladi. Hamma narsa baribir o'sha rasmiy ravishda ko'rsatiladigan bo'lsa, ota-onaga ishonishi ham ancha qiyin. Xo'sh, Malayziya haqida narxlar, jarayon, hayot, universitet va xatolar haqida imkon boricha batafsil gapirishga harakat qildik, lekin bu video imkon boricha umumiy javoblar berishga harakat qildik, чтобы hammaga to'g'ri kelsin. Aynan sizni holatingizga qaysi universitet to'g'ri keladi, qaysi universitet grant, yotoqxona qanaqa bo'ladi, batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, albatta strategik reja sessiyamizga yoziling. Bu video o'sha havolamizda yozilgan, bemalol o'sha adminimizga yozib, strategik reja sessiyasi bo'yicha ba'zi yozilishga savollar bo'ladi, ya'ni sizni holatingizga ko'ra, va sizni bemalol o'sha kamida o'sha 40 daqiqa siz bilan suhbatlashamiz, sizni keysingizni u yoqda chochib chiqamiz. O'shanga ko'ra chet elda qaysi universitet, qaysi grant, qaysi yo'nalish sizga to'g'ri keladi, ko'ramiz, chochib chiqamiz va har bitta jarayonda siz bilan birga bo'lamiz, sizga yordam beramiz. Do'stlar, vaqt ajratib ko'rganingiz uchun rahmat. Yana xuddi shunaqa foydali ma'lumotlar borishimizni istasanglar, iltimos izohlarda aktiv ko'rsatinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Adminimizga yozib, strategik reja sessiyamizga yozilmoqchi bo'lgan talabalarimizga omad tilab qolamiz. Strategik reja sessiyamizda chet elda muvaffaqiyatli talaba sifatida sizlarni ko'rishdan xursand bo'lamiz. Do'stlar, charchamanglar.